Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 25 avgustdan keyin pensiya to'lovlari, hujjatlar, bank kartasi, yashash manzili, ishonchnoma, qo'shimcha tekshiruvlar va ortiqcha to'lovlar bo'yicha tartiblar oldingidek yengil qaralmay qolishi haqida ketmoqda. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari, nabiralari, vasiylari va pensiya pulini olib beradigan yaqinlari uchun ham juda muhim. Chunki bitta oddiy xato sababli pensiya vaqtincha to'xtab qolishi, kartaga pul tushmasligi yoki keyin ortiqcha olingan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima o'zgargani, kimlar xavotir olishi kerakligi, kimlar bemalol bo'lishi mumkinligi, qaysi hujjatlarni tayyorlab qo'yish zarurligi va eng muhimi pensiya uzluksiz tushishi uchun nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, ko'p odamning muammosi oldindan hal bo'ladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyasini yillar davomida bir xil tartibda olib kelgan. Kimdir bank kartasiga olgan, kimdir naqd shaklda olgan, kimdir farzandi orqali olgan, kimdir ishonchnoma bilan boshqa odamga oldirgan. Ba'zi hollarda odamning yashash manzili o'zgargan bo'lsa ham ma'lumotlar vaqtida yangilanmagan. Ba'zi pensionerlar boshqa viloyatga ko'chib ketgan, lekin pensiya hujjatlaridagi manzil eski qolgan. Yana ayrimlar uzoq muddat chet elga chiqib ketgan, ammo pensiya bo'yicha xabar berishmagan. Ba'zilar bank kartasini farzandiga berib qo'ygan. Karta muddati tugaganini esa faqat pul tushmaganda bilgan. Oldin bunday holatlar ko'pincha kech aniqlanar edi. Ya'ni tizimda ma'lumotlar to'liq uyg'unlashmagan bo'lsa, muammo darhol ko'rinmasdi. Pensioner yoki uning yaqinlari bir necha oy davomida pensiyani olib yurishi, keyin esa birdan tekshiruvda mana bu ma'lumot noto'g'ri, mana bu hujjat yangilanmagan, mana bu to'lov asossiz bo'lgan degan masala chiqishi mumkin edi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, 25 avgustdan boshlab pensiya to'lovlarida ma'lumotlarning mosligi, pensionerning haqiqiy holati, bank rekvizitlari, ishonchnomalar, yashash manzili va huquqiy asoslar ancha jiddiy tekshiriladi. Men buni vahima qilish uchun aytmayapman. Aksincha, maqsad shuki, kimning hujjati joyida bo'lsa, pensiyasini o'z vaqtida oladi. Kimning ma'lumotida kamchilik bo'lsa, vaqtida to'g'rilab qo'ysa, hech qanday muammo bo'lmaydi. Ammo oldin shunday bo'lgan, endi ham o'taveradi deb yurganlar uchun muammo paydo bo'lishi mumkin. Birinchi eng muhim masala. Pensiya oluvchi shaxsning ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, bank kartasi, familiya yoki ism o'zgargan bo'lsa, bularning hammasi tizimda yangilangan bo'lishi zarur. Masalan, pensioner opamizning eski pasporti bo'lgan, keyin ID karta olgan, lekin pensiya jamg'armasi bo'limida ma'lumotni yangilatmagan. Bankda esa karta eski pasportga ochilgan. Bunday vaziyatda pul tushishida muammo chiqishi mumkin. Chunki tizim pensionerning hujjati bir joyda bunday, boshqa joyda boshqacha deb ko'radi. Ikkinchi masala bank kartasi. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Lekin karta muddati tugasa, pensiya tayinlangan bo'lsa ham pul kartaga tushmasligi yoki bankda ushlanib qolishi mumkin. Masalan, otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasining muddati iyul oyida tugagan. U avgustda pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya hisoblangan, lekin karta faol emas. Bunday holatda bankka borib kartani yangilash, keyin pensiya jamg'armasiga yoki to'lov tashkilotiga yangi rekvizit to'g'risida xabar berish kerak bo'ladi. Agar bunga vaqtida e'tibor berilmasa, odam pensiyamni to'xtatishdi deb xavotirga tushadi. Aslida muammo hujjatda yoki kartada bo'ladi. Uchinchi masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Bu juda nozik mavzu. Ba'zi pensionerlar yoshi katta, kasal yura olmaydi. Ular pensiyani farzandi yoki boshqa yaqiniga ishonchnoma qilib oldiradi. Bu qonuniy yo'l, lekin ishonchnomaning muddati shaxsiy notarial tasdiqlangani, unda aynan pensiyani olish huquqi yozilgani muhim. Masalan, ishonchnoma 6 oyga berilgan, lekin qarindosh 8 oy davomida shu hujjat bilan pensiya olmoqchi bo'ladi. Oldin ayrim joylarda bunga e'tibor sust bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi esa muddat o'tgan bo'lsa, to'lov berilmasligi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma bilan pensiya oladiganlar albatta uning amal qilish muddatini tekshirib qo'ysin. 4-masala, pensionerning yashash joyi. Agar pensioner bir hududdan boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, masalan,
Samarqanddan Toshkentga kelib farzandinikida yashayotgan bo'lsa, bu holatni rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa doimiy yashash manzili, vaqtinchalik ro'yxat, mahalla ma'lumotlari, bank filiali yoki pensiya bo'limi bilan bog'liq savollar chiqadi. Pul tushishi uchun odam har oy eski hududga borishi shart emas, lekin ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Aks holda tekshiruv vaqtida bu odam qayerda yashayapti? To'lov qaysi asosda ketmoqda degan savol tug'iladi. 5-masala chet elga chiqish. Ba'zi pensionerlar farzandlar yoniga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarga bir necha oyga ketadi. Agar bu qisqa muddatli safar bo'lsa, odatda muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin uzoq muddatga ketish, doimiy yashash uchun ketish, fuqarolik yoki yashash huquqi masalalari bo'lsa, pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir xil xulosa bermayman. Chunki vaziyat shaxsning huquqiy maqomiga bog'liq. Lekin shuni aniq aytaman. Uzoq muddat chet elda bo'ladigan pensionerlar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, o'z holatini tushuntirib, to'lov davom etishi uchun qanday hujjat kerakligini oldindan aniqlashtirib qo'ysin. Eng avvalo hujjati eski bo'lgan pensionerlar xavotir olishi kerak. Eski pasport muddati o'tgan karta, familiyasi o'zgargan, lekin tizimda yangilanmagan ma'lumotlar, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, bu muammo tug'dirishi mumkin. Ikkinchi toifa pensiyasini o'zi emas, boshqa odam orqali oladiganlar. Farzandi karta orqali yechib olayotgan bo'lsa ham, ishonchnoma orqali olayotgan bo'lsa ham, hujjatlar tartibida bo'lishi kerak. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladiganlar. Bu to'lovlarda qo'shimcha asoslar, tibbiy xulosa o'qish ma'lumotnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 9 yoshli talaba bor. U kunduzgi ta'limda o'qisa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin u o'qishdan chetlatilgan bo'lsa, akademik ta'til olgan bo'lsa yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa, buni yashirib bo'lmaydi. Tizimlar o'zaro tekshirila boshlaganda ortiqcha olingan pul masalasi chiqishi mumkin. Agar u har oy taksiz 1000 so'mdan 5 oy ortiqcha olgan bo'lsa, 4 million so'm qaytarish talabi paydo bo'lishi ehtimoli bor. Mana shu sababdan ma'lumotni vaqtida yangilash juda muhim. Nogironlik pensiyasida ham shunday. Agar tibbiy ko'rik muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, lekin odam buni kechiktirsa, pensiya vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya olayotgan fuqaroning tibbiy xulosasi 3 avgustgacha amal qilgan. U esa keyin boraman deb yurdi. 18 avgustdan keyin tizimda muddat o'tgani ko'rinsa, to'lov ushlanishi mumkin. Keyin u ko'rikdan o'tib, hujjatni topshirsa, masala tiklanadi, lekin vaqt yo'qotadi, asabiylashadi. Pul kerak bo'lgan paytda kutishga majbur bo'ladi. Agar siz pensiya o'zingiz olsangiz, ID kartangiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz mos bo'lsa, hech qanday yashirin o'zgarish bo'lmasa, ishonchnoma muddati bilan muammo bo'lmasa, katta xavotirga o'rin yo'q. Bunday odamlar uchun o'zgarish asosan tartib intizomni kuchaytirish, to'lovlarni aniqroq nazorat qilish, xatolarni kamaytirish degani. Ya'ni davlat to'lovlari haqiqiy egasiga to'g'ri miqdorda, to'g'ri vaqtda yetib borish kerak. Lekin men baribir bitta maslahat beraman. Menda hammasi joyida degan pensioner ham kamida bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'ysin. Bank kartangiz muddati qachongacha amal qiladi? Telefon raqamingiz tizimda to'g'rimi? Pasport ma'lumotingiz yangimi? Pensiya miqdoringiz bo'yicha tushunarsiz ushlovlar yo'qmi? Shularni bilib qo'yish zarar qilmaydi. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Karta pensioner nomida bo'lishi kerak. Amaliyotda ba'zan shunday bo'ladi. Pensioner onaxonning o'z kartasi yo'q, pensiya farzandining kartasiga tushsin deyshadi. Odatda pensiya shaxsiy to'lov bo'lgani uchun u pensionerning o'z nomidagi hisob raqamiga bog'lanadi. Farzandi yordam berishi mumkin, bankka olib borishi mumkin, pulni yechishda yordam berishi mumkin. Lekin hisob va huquqiy egasi pensionerning o'zi bo'lishi kerak. Aks holda kelajakda nizolar chiqadi. Masalan, aka-ukalar o'rtasida onamning pensiyasini kim oldi degan tortishuv bo'lsa, hujjatlarda hammasi aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Ishonchnoma borligi pensiyani istalgancha olish mumkin degani emas. Ishonchnomada vakolat aniq yozilishi kerak. Faqat bank ishlarini yuritish deb yozilgan bo'lsa. Ayrim holatda pensiya olishga yetarli bo'lmasligi mumkin. Pensiya to'lovlarini olish, ariza berish, hujjat topshirish,
bank hisob raqami bilan bog'liq amallarni bajarish kabi vakolatlar aniq ko'rsatilgani yaxshi. Notariusga borganda shunchaki umumiy ishonchnoma emas, aynan pensiya masalasi uchun kerakligini aytish zarur. Uchinchi nozik jihat ortiqcha to'lov. Ko'pchilik pul tushdimi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin agar to'lov noto'g'ri asosda tushgan bo'lsa, keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, pensioner vafot etgandan keyin ham karta orqali bir oy yoki 2 oy pul yechilgan bo'lsa, bu juda jiddiy masala. Yaqinlari biz bilmasdik deyishi mumkin. Lekin tizimda o'lim qayd etilgach, ortiqcha olingan pul aniqlanadi. Shuning uchun bunday og'ir vaziyatlarda ham huquqiy tartibga amal qilish kerak. Marhumning kartasidan pul yechish. Ayniqsa o'limdan keyingi to'lovlarni olish keyin katta muammoga olib kelishi mumkin. 4-chi nozik jihat. Pensiya miqdori o'zgarganda odamlar sababini bilmay qoladi. Ba'zida indeksatsiya bo'ladi, ba'zida qayta hisoblash bo'ladi, ba'zida ushlov bo'ladi. Agar kartaga avval 20 million 500 ming so'm tushib, keyin 20 million 320 ming so'm tushsa, darhol bankni ayblamang. Avval pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasini so'rang. Balki oldin ortiqcha to'lov bo'lgan va endi ushlab qo'linayotgandir. Balki biror qo'shimcha to'lov muddati tugagandir. Balki texnik xatolikdir. Sababini hujjat bilan aniqlash kerak. 5-chi nozik jihat telefon orqali keladigan xabarlar. Bugungi kunda firibgarlar pensionerlarni juda ko'p aldaydi. 15-avgustdan pensiyangiz to'xtaydi. Kartangizni yangilash uchun kodni ayting. Pensiya oshiriladi. SMS kodni yuboring, bankdamiz. Kartangiz bloklanadi degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang. Karta raqami amal qilish muddati, PIN kod, ilova paroli, pasport rasmi yoki ID karta rasmini Telegram orqali yubormang. Pensiya masalasi bo'yicha rasmiy idora sizdan maxfiy bank kodini so'ramaydi. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amal qilayotgan bo'lsin. Agar pasport almashgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limida ma'lumot yangilangani aniqlang. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh ajrim yoki boshqa hujjat asosida ma'lumotni moslashtiring. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta qachongacha amal qilishini qarang. Agar muddati tugashiga 1 oy qolgan bo'lsa, oldindan bankka boring. Yangi karta olgach, pensiya tushadigan hisob raqam o'zgargan, o'zgarmaganini aniqlang. Ba'zi banklarda karta yangilansa ham hisob raqam o'sha qoladi. Ba'zida rekvizitlar o'zgarishi mumkin. Agar rekvizit o'zgarsa, pensiya bo'limiga xabar bering. 3-qadam, ishonchnoma bilan bog'liq hujjatlarni tartibga soling. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, notarius orqali to'g'ri ishonchnoma rasmiylashtiring. Unda pensiya olish, ariza berish, bankda hisob ochish yoki yangilash, ma'lumotnoma olish vakolatlari aniq yozilsin. Muddati qachongacha ekanini alohida yozib qo'ying. Men odatda odamlarga ishonchnoma nusxasini telefoniga rasmga olib qo'yishni, aslini esa alohida papkada saqlashni maslahat beraman. 4-qadam. Yashash manzilingizni aniqlashtiring. Agar boshqa hududga ko'chgan bo'lsangiz, mahalla migratsiya bo'limi yoki tegishli idoradan ro'yxat masalasini tekshiring. Pensiya qaysi hudud bo'yicha yuritilayotganini biling. Agar kerak bo'lsa, pensiya ishini yangi yashash joyiga o'tkazish tartibini so'rang. Uni kechiktirmang, chunki pul kerak bo'lgan oyda yugurib yurish qiyin bo'ladi. 5-qadam. Qo'shimcha pensiya turlari bo'yicha alohida hujjatlarni yig'ing. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa muddati, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qish ma'lumotnomasi, parvarish bo'yicha hujjatlar. Urush yoki mehnat faxriyligi bo'yicha guvohnomalar, ish staji hujjatlari, arxiv ma'lumotlari bor bo'lsa, hammasini bitta papkaga joylang. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, oldindan dublikat oling. 6-qadam. Pensiya miqdorini tushunib oling. Har oy qancha tushish kerakligini yozib boring. Masalan, avgustda 1 million 170 ming so'm, sentabrda 1 million 170 ming so'm, oktyabrda boshqa summa tushsa, sababini so'rang. Bankdan faqat tushum ko'rinadi, lekin hisob-kitobni pensiya organi tushuntiradi. Agar sizga ortiqcha ushlov qilinyapti deb o'ylasangiz, yozma ariza bering. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 7-qadam. Ariza yozishda aniq yozing. Masalan, mening pensiya to'lovim 2024 yil avgust oyida tushmadi. Sababini aniqlab berishingizni, agar hujjat yetishmovchiligi bo'lsa, yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Yoki bank kartam yangilangani sababli pensiya to'lovlarim yangi bank rekvizitlariga yo'naltirilishini so'rayman.
Arizada FIH ID karta yoki pasport ma'lumoti, telefon raqami, manzil, sana va imzo bo'lsin. Arizadan nusxa olib, qabul qilinganini tasdiqlatib qo'yish ham foydali. 8-qadam, yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Agar pensioner yoshi katta bo'lsa, farzandlari uning kartasi, hujjatlari, ishonchnomasi, dori-darmon xarajatlari, kommunal to'lovlari bo'yicha aniq tartib qilib qo'ysin. Bu nafaqat davlat idoralari uchun, balki oilaning o'zi uchun ham muhim. Chunki pul masalasida tushunmovchilik bo'lsa, keyin aka-uka, opa-singil o'rtasida nizo chiqadi. Pensionerning roziligi, hujjatlarning qonuniyligi, xarajatlarning shaffofligi hammani himoya qiladi. Agar pensiya tushmasa yoki hujjat bo'yicha savol bo'lsa, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bank kartasi bilan bog'liq muammo bo'lsa, avval bankingizga boring. Agar bank pul kelmagan desa, pensiya bo'limidan to'lov chiqarilgan, chiqarilmaganini aniqlang. Agar pensiya bo'limi to'lov yuborilgan desa, bankdan yozma izoh so'rang. Shunda muammo qayerda ekani aniq bo'ladi. Agar siz bora olmasangiz, qonuniy vakil orqali murojaat qiling. Lekin vakilning hujjati joyida bo'lsin. Telefon orqali so'rash mumkin. Lekin jiddiy masalada yozma ariza kuchliroq. Chunki yozma murojaatga rasmiy javob berilishi kerak. Ayniqsa pensiya to'xtagan, kamaygan, ortiqcha to'lov talab qilingan yoki hujjat qabul qilinmagan holatlarda yozma murojaat qiling. Yana bir muhim maslahat. Ijtimoiy tarmoqlardagi har xil xabarlarga ko'r-ko'rona ishonmang. Hamma pensionerlar 10-avgustdan falon pul oladi. Hammaning pensiyasi to'xtaydi. Kartani almashtirmasa pul kuyadi. Kabi xabarlar ko'pincha vahma yoki firibgarlik uchun tarqatiladi. Rasmiy manbani tekshiring. Pensiya bo'limiga qo'ng'iroq qiling, bankka boring, hujjat bilan aniqlang. Demak, 10-avgustdan keyin eng asosiy gap shuki, pensiya olishda hujjatlar, bank ma'lumotlari, yashash manzili, ishonchnoma va to'lov asoslari oldingidan ko'ra jiddiyroq tekshiriladi. Hujjati joyida bo'lgan odam xavotir olmasin, pensiyasini olaveradi. Lekin eski karta, noto'g'ri manzil, muddati o'tgan ishonchnoma, yangilanmagan pasport ma'lumoti, tibbiy xulosa yoki o'qish ma'lumotnomasi bilan bog'liq kamchilik bo'lsa, uni hozirdan to'g'rilash kerak. Men sizga vahima emas, tayyorgarlik kerakligini aytyapman. Bugun hujjatni tekshirib qo'ysangiz, ertaga pensiya tushmay qolganda eshikma-eshik yurmayapsiz. Bugun bank kartangizni yangilasangiz, keyingi oy pulingiz vaqtida tushadi. Bugun ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtirsangiz, katta yoshdagi ota-onangiz yoki bobongiz, buyingizning pensiyasi muammosiz olinadi. Sizda pensiya bo'yicha qanday savol bor? 10-avgustdan keyingi tartib sizning oilangizga ta'sir qiladimi? Pensiya tushmay qolgan, kamaygan yoki hujjat sabab muammo bo'lgan holatni boshdan kechirganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Men imkon qadar eng muhim savollarga javob berishga harakat qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring.